Isroil hujumlari oqibatida yakshanba kuni G'azo sektorining turli hududlarida 12 nafar falastinlik halok bo'ldi va yana bir necha kishi jarohatlandi. G'azo fuqarolik mudofaasiga ko'ra, Jabaliya shahrida chodirga berilgan havo zarbasi oqibatida 5 kishi, Xon Yunusga berilgan alohida zarbadan esa yana 5 kishi halok bo'lgan. Bundan tashqari, G'azo shahrining turli hududlarida yana 2 kishi Isroil o'qidan halok bo'ldi. Isroil sulh yoki vaqtinchalik tinchlik nima ekanini tushunmaydi, deydi Jabaliyadagi hujumda jiyanidan ayrilgan Osoma Abu Askar. Uning aytishicha, halok bo'lganlar uxlab yotgan paytda zarba ostida qolgan. Isroil rasmiylarining ma'lum qilishicha, IDF, Hamas va boshqa guruhlar sulh bitimini buzganiga javoban sektor bo'ylab nishonlarga zarbalar uyushtirilgan. Oktyabr oyida AQSh vositachiligida tuzilgan sulhga qaramay, G'azoda zo'ravonlik davom etmoqda. Sulh davrida 600 nafardan ko'proq falastinliklar o'ldirildi. Isroil esa 4 askarni yo'qotgan. Bu hodisalar Donald Trampning G'azo bo'yicha tinchlik kengashi ilk yig'ilishi arafasida sodir bo'lmoqda. Hamas vakili Hazim Qosim Isroilni ko'chirilgan falastinliklarga qarshi yangi qirg'in sodir etishda aybladi. Shuningdek, Qosim kengash qatnashchilari bo'lgan davlatlarni sulhni buzishni to'xtatish uchun Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi.